Voy ukam, mana dumalagan jentralar yonib ketganini olaman. Ha shogird. Ustoz, sotgan mashinamiz ag'darilganligini bilib qolishdi. Sizni so'rashyapti. Meni sotma shogird, o'zing asra. Endi nima qilaman endi? Sen qo'shdingmi? Samarqandga ham kelib oldim. Endi tirikchilik nima bo'ladi? Ha, Asqar Kursochim oldiga boraman. Yaxshi ish bo'lmabdi-da do'stim. Asqar shunga o'zing bir paddeshlik qilolmasang bo'lmaydi. Skuter sotishni bilasanmi? Iya, qora jentralar sotish bo'yicha borisi o'zim bo'lganman. Qarab tur. Bolam, skutering yaxshimi? Iya, otaxon, skuter masla, Malibu rul, Malibu bar, farali, optira, skuter top toza. Qara bu jentramas u. Stres, otaxon, rimliklarning bir maqoli bor. Skutersiz erkak kimga kerak? Qofiyani qarang. Kim bo'li bu skuterlar? Uchqur motoniki. Bolam, xuddi senga o'xshagan odam Toshkentda qora jentra sotadi. 15 mingga. Top toza to'di. 3 marta ag'anab, 1 marta yonib ketgan ekan. To'da, mana shu odam sotgan. Ashga chiqibdi bu. Shumi? Sal bo'lmasa. Voy. Shogird seni jinan urmabdi. Meni biz tashashdi. Endi odamlarni aldab, qallobchilik qilmaymiz, novvoychilik qilamiz. O'zi ham bor, ana pachoq jentrami birovdan beri sota olmayapman. Moshinangiz qora jentrami? Maslami?